Allah subhanahu va taolo payg'ambarimiz, habibimiz, Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamga 23 yil mobaynida o'zini kalomini Jabroil alayhissalom orqali vahiy qildi. Va u Qur'on shakliga keldida 114 ta suradan iborat bo'ldi. Shu 114 ta suraning ichidagi katta bir suraning nomini Niso deydi. Ya'ni ayollar deydi. Birorta bir katta yoki kichkina yoki o'rtacha sura yoki erkaklar degan sura yo'q. Oyatlar bor. Astagfiru billah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Erkaklar ayollarning ustilarida qoyimdirlar degan oyatlar bor. O'zi ayol kim? Bitta katta suraning nomi ayollar bo'lsa, o'zi ayol kim desa, ayol bu qizimiz, ayol bu opamiz, singlimiz, ayol bu xotinimiz, ayol bu onamiz. Hammalari do'zaxdan pardadirlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki, kimni 3 ta qizi bo'lsa, chiroyli ism qo'ysa, solih qilib tarbiya qilsa va saloh yigitga nikohlab bersa, jannati bo'ladi dedi. Bir sahoba turib so'radilar, "Ya Rasululloh, 2 ta qizi bo'lsa-chi?" deganlarida, "2 ta qizi bo'lsa ham" degan. Bir sahoba aytadilar, "Ya Rasululloh, 1 ta qizi bo'lsa-chi?" deb so'ragani hijolat bo'ldim deganlarida, "1 ta qizi bo'lsa ham." Allah subhanahu va taolo o'zini mana kalomi qadimida bandalarga farzand berishlik borasida Astagfiru billah yahabu liman yasha'u inasa. Alloh taolo xohlagan bandasiga faqat qiz beradi. 7 qavat osmonga chiqib o'g'il so'rasin, 7 qavat yerga kirib o'g'il so'rasin, yer yuzida o'g'il so'rab peshonasi sajda qilmagan joy qolmasin, faqat qiz bo'ladi. Va yahabu liman yasha'u dhukur. Va Alloh taolo xohlagan bandasiga faqat o'g'il beradi. 7 qavat osmonga chiqib qiz so'rasin, 7 qavat yerga kirib qiz so'rasin, yer yuzida peshonasi sajda qilmagan joy qolmasin, qiz so'rab faqat o'g'il bo'ladi. Aw yuzawwijuhum dhukrana va inasa. Va Alloh taolo aralashtirib beradi. 5 ta o'g'il, 5 ta qiz, 4 ta o'g'il, 4 ta qiz, 3 ta o'g'il, 3 ta qiz, 2 ta o'g'il, 2 ta qiz, 2 ta o'g'il, 1 ta qiz, 2 ta qiz, 1 ta o'g'il qilib, yo 1 ta o'g'il, 1 ta qiz qilib Alloh aralashtirib beradi. Shu oyat karimada Alloh taolo birinchi qiz boladan boshladi desa, chunki qiz bola rahmat, o'g'il bola ne'mat. Allohning rahmati ne'matidan ustun deydi. Chunki rahmatning zavoli yo'q, ne'matning zavoli bor. Alloh taolo rahmat borasida aytadiki, astagfiru billah, la taqnatu min rahmatillah. Men rahmatimdan noumid bo'lmanglar. Ne'mat borasida bo'lsa, astagfiru billah, va la in shakartum la azidannakum. Agar shukr qilsalaringiz, qasamki albatta ziyoratlaman. Agar noshukrchilik qilsalaringiz, qasamki meni azobim qattiq. Ya'ni ne'mati mana zavoli borligi. Mana qiz bola rahmat mana keltirilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qiladilarki, qaysi bir ayolni dunyoga farzand keltirishiga birinchisi qiz bo'lsa, u ayolni saodatli, barakotli, xayrli ekanligidan nishona. Bizning urfimizda birinchisi qiz bo'lsa, davlat boshi bo'ladi deyish. Ustozlarimizdan odat bo'ladiki, shogirdlar yo qadrdonlardan birortasi qiz ko'rdim desa, birinchisi Allohning rahmati muborak bo'lsin deyish. Allohning rahmati muborak bo'lsin. Bir Xudo berib, yana ikkinchisi ham qiz bo'lsa, ustoz duo qiling, ikkinchisi ham qiz bo'ldi desa, do'zaxga xoram bo'lishlik muborak bo'lsin deyish. Xudo berib, uchinchisi ham qiz bo'lsa, ustoz uchinchisi ham qiz bo'ldi desa, Abul Banot maqomi muborak bo'lsin. Abul Banot degani qizlarning otasi degani. Bu qizlarning otasi degan maqom Rasulimiz, Hazratimiz
Muhammad sallallohu alayhi va sallamning maqoli. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki, men qizlarning otasiman degan. Qiz bolaning rahmati mana bu bo'lishiga, o'g'il boladan ko'ra qiz bolaning mehri otaga ziyodaroq bo'ladi. O'g'il bolada ham bo'ladi, mehr bo'ladi. Lekin qiz bolaniki ismi tafsir ko'proq bo'ladi. Mana qizi bor, o'g'li borlar bilan bir hammalarimizda ham bor gaplashilsa, ular aytadilarki, qizni baribir mehri boshqacha bo'ladi. O'zi chaqaloq bo'lsa-da, kechasi kech-kesaman uxlamasdan kutib turadi. Hatto kesam deydi, ko'zini zo'r ochib turgan bo'lsa ham, keldingizmi dada, keldim. Boshini qo'yadi, boshini uxlayveradi. Hatto shu darajadaki o'g'ilni mana holatida biror bir shirinlik yeyotgan bo'lsa, bolam menga ham bering desak, qovoqning josilib qoladi. Ayamda bor, ayamdan so'raying. Yo'q, siznikini yegim kelyapti, siz bering desangiz, ayamda ko'pda deydi. So'raydi, sizga beradi. Yo'q, siznikini yegim kelyapti desangiz, jichcha sindiradi, berayotganga o'xshab Alloh. O'zingiz yo'lingiz yana yarim yo'ldan olsangiz. Agar qiz bola, qizingiz biror bir narsa yeyotgan bo'lsa-chi desa, qizim menga ham bering desangiz, o'sha zahoti beradi. Agar og'zida chaynayotgan bo'lsa, chaynayotgan joyidan olib bo'lsa ham beradi. Yemayman desangiz, og'zingizga solmangiz qo'ying. Mana qizlarining mahallasiga, ko'chasiga, qo'shnisiga berganlar bilan gaplashsangiz, aytishadi. Shirin bir taom tayyorlasa, yo chinida, yo tarikada dadam yaxshi ko'rgan ovqat bo'lur, olib ketib, yo o'g'lidan, yo qizidan, yo o'zi bir ro'ga bo'lsa ham berib, yoqimli ishtaha bilan chiqadi. Bu ham bemas ekan, kimdan desa, Fatima Zahra onamdan. Keltirilibdiki, Hazrat Ali roziyallohu anhu aytadilar, kunlardan bir kun hovlimga kirsam dedilar, Fatima Zahra ona duo qilayotgan ekanlar. Ey Robbim, kechagi kunda ocharchiligi, kechagi tunda ocharchiligidan panoh so'rayman, duo qilayman. Duolarini qilib bo'lganlaridan keyin, yo Fatima ko'nglingiz nima istaydi dedilar. Qaniydi bir parcha go'sht bo'lsa edi, marqat, ya'ni sho'rvaqlardan dedilar. Hazrat Ali roziyallohu anhu o'g'illaridan ulg'un narsani olib bozorga olib chiqib sotib bir bo'lak go'sht olib keldilar. Fatima Zahra onamiz chiroyli shirin sho'rva tayyorladilarda, sho'rvani hidi kelganda, "Yo Ali, Rasulullohni ham chaqiring, sherik bo'lsinlar" dedi. Hazrat Ali roziyallohu anhu payg'ambarimizning hovlilariga kelganlarida Rasul akram sallallohu alayhi va sallam duo qilayotgan ekanlarki, "Yo Robbim, kechagi kundiyu kechagi tunda ocharchiligidan panoh so'rayman, duo qiling." Duolari tugagandan keyin, "Ya Rasululloh, qizingiz Fatima shirin sho'rva tayyorladi, yuring bizga sherik bo'ling" dedilar. Xuddi Rasul akram sallallohu alayhi va sallam sherik bo'lgani hovlilariga keldilar. Duoi Fotiha bo'lgandan keyin Fatima Zahra onamiz bir kosa sho'rva quyib keldilar. "Yo Fatima, Oyshaga quyib bering" dedilar. Oysha onamizga quyib berdilar. Yana falonchiga, yana pistonchi, yana falonchi, yana pistonchi dedilarda, endi Hazrat Aliga quying, Hazrat Aliga, endi o'zingizga, o'zlariga quydilar. Imom Hasan, Imom Husaynga quying dedilar, quydilar. Taomni tanovul qilib bo'lganlaridan keyin Oysha onamiz qozonni oldiga kelib qopqog'ini ochuvdilar. Bir chiziq pastga tushmagan ekanda shu. Bu barak. Ana shu joyda qarayki, Fatima Zahra onamiz bir kun oldingi ocharchilikdan panoh so'rayaptilar, ochlikdan panoh so'rayaptilar. O'sha yerda ham otalarini mana o'yla. Ana siz bizda ham o'sha qizlarimizda shu nima bor deydi. Endi mana qiz bolani mehri borasida hayotiy nimalardan keltirsak, 99-yili madrasani bitirib bir masjidga imom bo'lib, velosipedda ko'chalarni kesib o'tardik. Bir ko'chada bir nogiron aravachada o'tiradigan majruh aka bo'lardilar. Eshik tagiga olib chiqishib, g'ildiragini tagiga tosh yog'ishni qo'yib,
3 yoshli qizchalariga aravachani ushlab tur. Agar aravachani dastagini ushlamasangiz, aravacha yurib ketsa, dadingizni mashina bosib oladi desa, qizcha aravachani dastagini mahkam ushlab turadi. Agar g'ish yo tosh bo'lmasa, u qizcha ushalmaydi. Chunki 3 yoshli qizcha, lekin men ushlab turibman deb turadi. Bola ekanda 10-15 tacha bolachalar o'yin o'ynayotsa, ularga qarab qo'yardi-yu, lekin o'yinga borib qo'shilmasligi, agar aravachani qo'yib olsam, aravacha yurib ketsa, dadamni mashina bosib oladi. Har safar o'tayotib aka bilan so'rashib, qizchani boshini silab, shirinlik bo'lsa berib o'tardim. Bir kun o'taysam, haligi aka vafot etibdilar-u, eshik tagiga stullarni qo'yib qo'yishibdi. Haligi qizcha shunaqa ham yig'layaptiki, yupatadigan odamning o'zi yo'qda. Vaqti yaqinlashganda bir yosh kattaroq ayol, dading mehmonga ketyapti. Agar yig'lasang, dading mehmondan kelmay qoladi. Qizim yig'lama, agar yig'lasang, dading tuzalgani ketyapti, tuzalmay kelib qoladi deb tushuntirishdi. Yig'idan to'xtadi-da, ko'zimni qirida qarasam, lekin ko'zidan yosh shashqator oqyapti-da. Ovozini chiqarmayaptiki, chunki ovozini chiqarib yig'lasam, dadam mehmondan kelmay qoladi. Agar ovozini chiqarib yig'lasam, dadam tuzalmay keladi deb dadasini kelishini, tuzalishini xohlaganligi uchun ovozini chiqarmay yig'layapti. Lekin ko'zidan yosh oqyapti. Hatto shu darajada bo'ldiki, yuvib kafallab namoz o'qigani oldidan olib o'tsa ham ovozini chiqarmay turdi-da. Namozlarda o'qilib, ruxsoya omdib ko'tarib, ko'chaga olib chiqilayotgan vaqtida bo'lsa, yosh kattalar, yosh ayollar dod deb ovoz solib yig'lasa, endi ularga aytayapti, yig'lamanglar, dadam mehmondan kelmay qoladi dedilar. Yig'lamanglar, dadam tuzalmay kelib qoladilar deb endi ularga aytayapti. Hamma qabristonga olib qo'yib, qaytib 3 kundan keyin yana o'sha ko'chadan o'taysam, haligi qizcha eshik tagida turibdi-da, har safarga turgan joyda birov kelaman degani o'sha odamni kutayotganda holatida turibdi-da. Aqa qaraydan injalang, baqa qaraydi, o'tayotib har safarga tushib, "Ha qizim" desam, birinchi gapirgan gapi dadam o'lganlari yo'q edi. Nimaga buni deyapsiz desam, o'rtoqlarim o'ldi, sen yetim bo'lding deyishyapti. Dadam o'lgan bo'lsalar, uydagi aravacha turibdi-yu, dadam mehmonga ketganlar, dadam keladilar deb bechora nima qilyapti. Yosh katta ayol chiqib, bolani shu qizchaga tushuntirolmayapmiz dadasini o'lganligini. Ehtiyoji bo'lib aravacha so'rab kelganlarga berib yuboraylik desak, dadam keladilar, yana o'tiradilar, biz eshik tagida turamiz deb ularga nima qilyapti. Qo'ni qo'shninikiga o'ynagani chiqib ketsa, berib yuboramiz desak, aravachani atrofiga o'ynab, aravachani ustida uxlab qolyapti. Ilojini qilayapmiz dedi. Qizchani boshini silab yo'limda davom etdim. 3 yil, 4 yil deganda o'taysam, bir kun to'xtatib qoldi. Bolachalar bilan o'ynayotgan ekan, portog'a dedi. Ha desam, bir narsa so'rasam, maylimi, ha so'rang desam, dadamni o'lganlarini bildim dedi. Ayam bilan dedi qabristonga boryapmiz dedi. Dadamga gapiryapmiz-ku, dadamning ovozlarini ham eshitmayapmiz, o'zlarini ham ko'rmayapmiz. Hamidi dadam tirik bo'lganda deyapti, yig'lamasdim. Dadamga aytmasdim, o'rtog'imni dadasi ko'tardi, siz ham ko'taring demasdim. O'rtog'imni dadasi o'yinchoq olib beribdi, siz ham o'yinchoq olib bering deb injilik qilmasdim deb gapiryapti-yu, miyadan bir narsa kirib tovondan chiqib ketyapti. Qizim so'raydigan narsangiz nima edi desam, bir yig'lab oldida, inson vafot etsa qabrga qo'yish qayerdan chiqqan dedi. Nimaga buni deyapsiz desam, agar inson vafot etsa qabrga qo'yish bo'lmaganda biz otamni uy ichiga olib kirib qo'yardik. Sog'inganimda kirib yuzlaridan o'pib chiqardim. O'rtoqlarim dadam o'lgan desa, mana dadam deb uyga olib kirib ko'rsatardim deyapti. Bu nimadan desa, bu mehrdan. Qaysi bir xonadonda qiz tavallud topib dunyoga kelsa, o'sha xonadonga baraka farishtasi soya soladi, baraka xayr kiradi. Shunaqa fazilatlar, shunaqa barakot, shunaqa xayrlar
deb bir joyda gapirib, maqsad bir aka aytadi, 4 o'g'lim bor deydi. Xudodan so'radimki deydi, shunaqa bir solihat qiz menga nasib qilsin. Eri xotin kechasi kunduzi tahajjudlarimizda deydi, namozlarimizda so'radik, umraga borib, umrada Baytullohga astariga yopishib Xudodan qiz so'radik. Xudo deydi, duolarimizni sababidan qiz berdi-yu deydi, nogiron, majruh qizcha berdi deydi. Haligi qizcha deydi, shu darajada bir otasiga mehrli deydi, majruh bo'lsa-da, kasalman, nogiron bo'lsa-da, mehrini ko'rsatadi deydi. Shu darajadaki yig'layotgan bo'lsa, kirib bosam yig'lamaydi. Tishi chiqayotganda qichishsa, ayasini barmog'ini, akalarini barmog'ini o'g'irsa tishlasa, dadasi sizdan barmog'ingizni qo'yingiz, barmog'ini qo'ysa, meniki tishlamaydi. Hatto katta bo'lyapti, 6 yashar bo'ldi-yu deydi, 3 yasharga o'xshaydi deydi. Gapirishlari yaxshi, tiniq, chiroyli gapiradi-yu, lekin o'tirolmaydi, yurolmaydi, shu yotadi. Qizcha deydi, og'rigan sari deydi, yig'laydi deydi. Ayalari, akalari yupatisholmaysa, men kirsam, yig'idan to'xtab oladi. Ayasi so'rab qoldi bir kun, dadasi, sizda nima bor? Nimaga yig'idan to'xtaydi? Biz yupatishgan yig'layapti. Sen hech narsa yo'q, menda o'zidan so'raychi, o'zidan so'rasa, qizcha aytarmish, dadam, meni qizim kasal deb xafa bo'lib qolmasinlar deb kasalligini bildirmayman. Kasalligini bildirmayman. Shuning uchun yig'idan to'xtayman, yig'lamayman debdi. Aya debdi, ham desa, dadam bilmaydilar, debdi. Ha, qizim bilmaydilar deb 6 yasharga to'lganda deydi, kasallik kuchayib ketdi-yu, ilojini qilolmay doktorga olib bordik. Doktorga olib borsak, doktorxonaga olib kelib yetishtiramiz, onasiga kateter qo'yamiz deb hech bir qo'llaridan kelmayapti, eplasholmayapti, dodolodod qilyapti. Oxiri ayasi aytdiki, dadasi kirmasak bo'lmaydi, xotirjam bo'lishmayapti, qo'yisholmayapti kateterda dedi. Xo'p deb kirsam, 5-6 ta doktor bo'lib eplasholmayotgan holatda o'zini bo'sh qo'yib berdi, yig'idan to'xtadi deydi. Kateterlarni qo'yib bo'lib, doktor ham so'radi, sizda nima bor? Hech narsa. Ha, nimaga biz eplanmayotgandik? 5 kishi bo'lib ham uni yutmaqlanmayotgandik, yupatib bir eplanmayotgandik. Siz bo'lsangiz kirishingizga yig'idan to'xtadi, o'zini bo'sh qo'yib berdi, oson qo'yib oldi desa, qizim hozir shu barizada yotgan bo'lsa ham dadam meni kasalligimni bilmaydi. Agar dadam meni kasalligimni bilib qolsa xafa bo'ladi deb, men dadamni xafa qilmayman deb shu yig'idan to'xtab oldi. Shuning uchun 12larga borganda doktor chiqib, aka kirib bir nima qilaylik, oxirgi holatda yotibdi. Tirikligida ko'rib oling. Biz bu qizchani endi tushundik. Ajoyib qizcha ekan, kirib nima qilaylik, xo'p deb kirsam deydi. Endi sakarul maut bir holatda yotibdi-yu deydi. Yig'layapti-yu deydi, kirishim bilan yig'idan to'xtab oldi-da, labini uchini tishlab oldi deydi. Peshonasiga qo'lini qo'yib, qizim endi kasalligingizni bilaman. Kasallikka bo'ysuning. Shunday yig'lab, shunday ovoz chiqaringki, shu yig'i shu qulog'imda qolsin-da, bolam. Sog'inganimda shu ovozingizni eshitay. Desam, kasalligini bildingizmi dedi. Ha, bildim desam, xafa emasmisiz? Xafa emasmisiz dedi. Nimaga xafa bo'ling? Alloh shundan bandasiga bemorlikni beradi. Meni Alloh yaxshi ko'radimi dada debdi. Ha qizim, Alloh sizni yaxshi ko'radi desam, dada debdi. Ha desam, shuncha lalollar olib berdingiz, shuncha o'yinchoqlar olib berdingiz, bir marta bo'lsa ham paypag'ingizni bo'lsa ham yuvalmadim-da. Qiz bola bo'lib biror marotaba sizga bir ovqat yoki ovqatingizni isitib choy damlab berolmadim. Dedi, Xudo'ngizni tuzamsiz. Choy ham damlab berasiz, ovqat ham qilib berasiz, paypag'imni ham yuvasiz desam, shu ayamga paypaqlarni yuvayman ham desam, o'tirishni o'rganing, o'tirishni bilsangiz sizga ham jon beraman, siz ham yuvasizlar-ku. Dada, o'tirolmadim-da. Mendan rozi bo'ling, dedi. Men roziman deb yig'ib ketib qoldi. O'girilishimni bilaman, puf degan ovoz chiqdi deydi. O'yliga aytganini ham bolam ko'rsatmadi domla. Qiz bola shunaqa ham mehrli bo'ladimi? Mana qiz bola bilan o'g'il bolani mana mehrilmasida maktablarga, kollejlarga suhbat qilib bergani borsak, namozxon o'qituvchi bo'lsa,
bir piyola choy damlab kelishimizni kutib oladida, kirib bir piyola choy ichib, vaqti bo'lguniga cho'q gaplashib, suhbatga chiqardik. Bir kollejga borsam, bir namozxon o'qituvchi kutib oldida, xonasiga olib kirib gaplashib o'tirib, ustozlikni ham desam, shu bolalar, qizlarning ichida ajoyib savollar bo'ladi. Bizim namoz o'qishligimizni bilib so'rashadi. Bilganimizcha javob beramiz, bilmasak ustozlardan so'rab kelib aytamiz. Bir qiz bir kun savol berib qoldi. Ustoz, otasiga, onasiga bildirmasdan Qur'on yodlasa bo'ladimi dedi. Mana dabdurusdan bo'ladi, duoruqdanib 3 kun deydi, halovatim bo'lmadi. Nimaga Qur'onni bildirmay yo'q deydi. Nima ota-onasi g'ayridinmi, Qur'onga qarshimi? Ha, ota-ona farzandini Qur'on yodlaysa, xursand bo'ladi-ku. Nimaga bu bildirmay yo'q deydi deb 3 kun halovatim bo'lmasdan darsga borsam, qizim darsga keldi. Qizim, siz o'tgan safar savol berdingiz, otasiga, onasiga bildirmay Qur'on yodlasa bo'ladimi dedingiz. Men ha dedim. 3 kundan beri halovatim yo'q. Nima ota-onangiz g'ayridinmi, Qur'onga qarshimi desa, yo'q, alhamdulillah, otam, onam musulmon, bizga namoz o'qiladi. Ha, nimaga bo'lmasam buni qilib so'radi desam deydi, bir yig'lab qoldida, ustoz, qiyomat kunida farzandiga Qur'on yodlatganlarga 70 ming qirrali toj berilar ekan. Har bir qirrasida bittadan gavhar bo'lar ekan va 70 ming farishta ko'tarib turadigan nurdan bo'lgan taxtaravon berilar ekan. Meni ham otam bilan onamni oldilariga 70 ming qirrali toj va 70 ming farishta ko'tarib turadigan nurdan bo'lgan taxtaravonni mukofot qilib olib kelib, mukofot muborak bo'lsin desa, sizlar adashyapsizlar. Sizlar adashyapsizlar. Meni farzandlarim Qur'on o'qimagan, Qur'on yodlamagan. Qur'on yodlatgan ota-onalarga oboringlar desa, Alloh taolo tarafidan seni falonchi qizing sizlarga bildirmasdan Qur'on yodlagan edi va unga amal qilgan edi. Shuni mukofoti desa, otam bilan onamni ko'zidan xursandchilik yoshini oqishni xohlayman. Shuning uchun bildirmasdan yodlasam bo'ladimi dedim. 29 porani yodlab, takrorini qilib but qilganman. Bir porani yodlab oldim, takrori qoldi. Hali ota-onam bilishmaydi meni Qur'on yodlayotganimni yodlaganimni. Qaranglar, qiz bola ojiza birovni xasmi bo'lib turib, qiyomat kunida shuni nima qilsin? Ayol kim desa, ayol bu opamiz yo singlimiz. Opamiz, singlimiz ayolda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Kimni 3 ta opasi bo'lsa, yo 2 ta, 3 ta singlisi bo'lsa, kimni bitta opasi, 2 ta singlisi bo'lsa, kimni 2 ta opasi yo 1 ta singlisi bo'lsa, ular bilan silai rahm qilib, bordi keldi qiladigan bo'lsa, jannati bo'ladi degan. O'zi opakam hech e'tibor qilganmizmi? Opa bu o'zi kichkina bo'lsa ham ukasini beshigini tebratgan zot opa bo'ladi. Opalarda onalik mehri bo'lganligi uchun o'zidan keyingi ukasini shunaqa ham qizg'anadiki, onadan boshqaga ushattirmaydi. Hatto beshigini ham. Beshikda belanib yig'lab qolsa, ona bechora bor, ukangni tebratib qo'y desa, yiqilib, turtinib, surtinib, bo'yi yetmasa, osilib bo'lsa ham tebratgan shu opa bo'ladi. Mana shu yerda ko'pchiligimizda opa bo'ladigan bo'lsa, 2 ta non ko'tarib, opa siz ona yo'lliksiz, chunki sizni har qancha hurmat, har qancha xizmatingizni qilsam oz, siz meni beshigimni tebratgansiz deyalganmizmi? Bu o'sha 2 ta nonni pulga berar, hech bo'lmasa qurib borib biror marotaba opa siz ona yo'lliksiz, sizda onamni o'xshashi bor, sizda onalik mehri bor, sizga har qancha hurmat qilsam, har qancha xizmatingizni qilsam oz, chunki siz meni beshigimni tebratgansiz deyilganmizmi? Bu o'zimiz bekorchi bizu borgan vaqtimiz yo'q. Hech bo'lmasa o'ylab qo'yganmizmi? Shunchalik ham bo'lamizmi? Opa kim desa, opa bu to'yni qo'shniligida to'y yo bir marosim bo'ladigan bo'lsa, ukachasini qo'lidan yetalab o'ynatgani olib kelib, o'zi osh yemasa ham ukasiga osh yegizgan shu opa bo'ladi. Ko'rganmisiz? Opasi ukachalarini qo'lidan yetalab o'ynatib yurganini. Opa kim desa,
bo'yi tengi bo'lsa ham ukasini yelkasida ko'targan ham shu opa bo'ladi. Opa kim desa, qo'ni qo'shni qarindoshlar ukangni mashinaga almashasanmi yoki pulga almashasanmi desa, yo'q deb yig'lagan ham shu opa bo'ladi. Qizg'anib yig'layotganini ko'rib, ukasi tarafga qarab yurishganda pulni yo mashinani ko'rsatib, ukamni bermayman, almashmayman deb ukasini bag'riga bosib, ukasi bilan birga yiqilgan ham shu opa bo'ladi. O'ylab ko'raylikchi, shu opa ukachilik uylangan jo'rmi? Shu opa ukachilik ota-ona tirikligi jo'rmi? Agar bir opa vafot etsa, ukalarni zimmasiga lozimil ado bo'lgan haq to o'lgunlaricha opani haqqiga duo qilishlik. Agar uka vafot etsa, opalarni zimmasiga lozimil ado bo'lgan haq to o'lgunlaricha haqqiga duo qilishlik dedilar. Tirigida eslamagan, o'lganda eslaydi. Tirigida eslamagan, o'lganda eslaydi. Kecha emas, ilgari kun emas, bugun. Chunki oralarimizda shunday odamlar borki, kecha nima yeganimni eslayman deydiganlar bor. Hali bugun esdan chiqmagandir. Kim opasiga singlisini bugun eslaydi. Opam qanaq tong ottirdikin, ukam qanaq tong ottirdikin, singlim deb o'yladingmi? Haligi birovga beshigini bermasdan tebratganlik. Qani mana opam deb bir-birini qizg'anganlik, mashinaga ham, pulga ham almashmagan opasi ukachilik qani endi. Tahabbu debdilar. Bir-birlariga hadya qilinglar, o'rtalaringda oqibat bo'ladi. Kim onasi vafot etgan bo'lsa-yu, qaniydi onam hayot bo'lganda edi, onamga libos kiygizardim desa, opasi bo'lsa opasiga, singlisi bo'lsa singlisiga libos kiygizsin, onasiga libos kiygizganda savobi beriladi dedilar. Agar kimniki onasi vafot etgan bo'lsa-yu, qaniydi onam hayot bo'lganda taom yedirardim desa, afsus, nadomat, pushaymon qilmasin. Agar opasi yo singlisi bo'lsa taom yedirsa, onasiga taom yegizganda savobi beriladi dedilar. Agar aka yo uka o'tirib, opaga yo singilga libos olib bersak, qanchalik xursand bo'lishini o'ylab ko'rganmizmi? O'g'illariga maqtanadi, akam olib keldi, ukam olib keldi, qizlariga, kelinlariga, qo'ni-qo'shnilariga maqtanadi bechora. Akam olib keldi, akam akanda, ukam akanda deydi. Biladi bu, chunki yoshligida beshigini tebratganligimni, ko'targanliklarimni, najosatlarini tozalaganlarini bilar ekanda, deb bechoraning ko'ngli ko'tardi. Bir kun bir hovliga chilyoson qilgani kirsak, 80 yoshlik hojion ekanlar. Xonani o'rtasidan parda tutilgan, bir tarafida qizlari, kelinlari bilan yotgan bo'lsalar, bir tarafiga chilyoson qiluvchilar keluvdik. Besaramjon, dodolodod, yig'il-chig'il, baqir-chaqirdan chilyoson qilishdi iloji yo'q. Hammamiz tashqariga chiqib, o'g'illarni chaqirib, nima bo'lyapti desa, qora aka, hojijonani bir akalari bor edi. Yilda 2 marta, 3 marta ko'yni olib kelib kiygizib ketardilar. Onam bo'lsalar, kechasi kunduzi shuni akam olib bergan deb kiyardilar. Kiyilib yuvilib o'rganidan rangi o'chib ketsa ham kiyardilar. Bemor bo'lib qolganlarida ham kiyib, qo'ni-qo'shnilar, qarindoshlar kelayotganidan biz hijolat bo'lib, yangi, yumshoq, chiroyli, keng ko'ylak kiygizib qo'ydik. Shunaqa besaramjon bo'lib qoldilar. Dodolodod qilyaptilar. Shuning uchun chilyoson qilgani chaqirdik dedilar. To'xta qizlari chiqib, aytmanda, nimaga sizda ayt desam, onam menga tayinlagan edilar. Jon qizim, agar men o'zim bilan o'zim bo'lib qolgan vaqtimda akam olib bergan ko'ylak eglimda bo'lmasa, akam olib bergan ko'ylakni kiygizib qo'ying. Chunki men Azroil alayhissalomga shu akam olib bergan ko'ylakni jon taslim qilishlikni yaxshi ko'raman, xohlayman degan edilar. Onamni bunaqa ahvolotda ko'rmaganligim uchun dodolodod yig'izib qilayotganliklaridan iztirobda esimdan chiqib qoldi. Hozir dedilar, bir eski uvada taklangan ko'ylakni olib chiqib, olib kirib ketdilar. Bir vaqt o'tib kiraveringlar dedilar, qaytib kelsak xona sokinda
Bakır çakır, yürü sığır, dodoladot yo'qda. Yosindan bir mobil o'qitib jon taslim qildilar. Tashqariga chiqsak o'g'illarni yig'layapti. Qora aka, akani, ukani olib berganini opa-singil shunaqa ham qadrlaydimi? Biz yumshoq, chiroyli, keng ko'ylak olib bersak ham akalarini olib bergan ko'ylakni o'rnini bosmadi. Dodoladot yig'i-sig'i qilayotganlar, almashtirib qo'ydik, sokin xotirjam bo'ldilar. Ora-orada bo'lsa etagini tortib hidlab qo'yadilarki, xuddi akalarini hidi keladigan. Yosindan bir mo'min o'g'il mana jon taslim qildilar deyapti. Shunchalik qadrlar ekan. Olib beralyapti. Nima uchun o'zi aka, uka, opa-singilga libos olib beradi desa, yoshligida jajji qo'lchalari bilan paypog'imizni yuvganligi uchun. Nima uchun aka, uka, opa-singlisiga libos olib beradi desa, shu akam yo ukam sovuq ovqat yemasin deb ovqatimizni isitib berganligi uchun. Nima uchun aka, uka, opa-singilga libos olib beradi desa, g'ijim yo kir ustuvosh kiymasin deb yuvib, dazmollab kiygizganligi uchun. Nima uchun aka, uka, opa-singilga libos olib beradi desa, do'zaxdan parda bo'lganligi uchun. Iza kanatil qiyamah, vaqtiki qiyomat kuni bo'lib, mahshargohga odamlar jam bo'lib, tarozi tikilib, bir odamni tarozini oldiga olib kelinib, savob pallasiga savoblarini, gunoh pallasiga gunohlarini qo'yilib, savobidan ko'ra gunohi ko'p kelsa, Alloh taolo e'lon qilar ekan, falonchini o'g'li falonchini falon gunohlari borligi uchun do'zaxga hukm qilindi desa, mahshargohda larzaga keltiradigan ovoz kelar ekan. Yo Hannon, yo Mannon, yo Zal Jalol va Ikrom. Ey Robbim, bu meni akam yo ukam bo'ladi. Hukmni to'xtar, do'zaxga solib qo'yma. Ey Robbim, akamni, ukamni do'zaxga solib azoblab, yonib, kuydirib, eritib olma deb doddirgan. Shunda Alloh taoloning rahmi kelar ekan. Kimni qoluvdi? Shunda Alloh taolo aytar ekan, do'zax yuridan qaytaringlar. Do'zax yuridan qaytarishar ekan. Dod deyotgan ayol bilan tarozin orasiga yo'lak ochinglar. Yo'lak ochilar ekan. Alloh so'rar ekan, nima istaysan? Ey Robbim, bu meni akam yo ukam bo'ladi, bular meni g'ururimdir. Ey Robbim, bu meni akam yo ukam bo'ladi. Bular meni soliha bo'lsin deb yaxshi tarbiya qilishgan va meni yomonlikdan qaytarishgan, namozxon qilishgan, soliha bo'lganman va meni saloh yigitga turmushga chiqqanimda orqamdan xabar olishgan. Ey Robbim, butun meni yaxshi amallarimga akam yo ukam sababchi, akamni jannatga yo ukamni jannatga kirishlikka qancha savob kerak bo'lsa men beraman deb turib olar ekan. Shunda Alloh aytar ekan, opani singizni savobidan olib, akani ukani savobiga qo'shinglar. Savoblar olinib, qo'shilib, Alloh taolo e'lon qilar ekan, falonchini o'g'li falonchini qizi akasiga yo ukasiga savobidan berganligi uchun gunohi yengil bo'ldi, savobi og'ir bo'ldi. Jannat muborak bo'lsin, do'zax harom bo'ldi. Shuning uchun olib beriladi. Olib beryapmizmi o'zi? Hech bo'lmasa yilda bir marotaba yo'q desa yo'qolmasdi, yo'q desa yo'qolmasdi. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizdan rozi bo'lsin. Hammalarimizni Alloh rushga hidoyatda qilsin. Iymonlarimizni Alloh salomat aylasin. Axiru davona alhamdulillahi robbil alamin.